Assalomu alaykum qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xizmatlar bilan, ishlar bilan. Bugun sizlarga inshaalloh aniq ayta olaman, va'da beraman, yaxshi bir obzor qilib berishga va o'tgan safargi obzordagi kamchiliklarni to'g'rilashga, sizlarni talab va taklifinglardan kelib chiqib, texnik tomonni to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Sizlar uchun hammasi inshaalloh. Like bosib, podpiska bosib, jigarlarga jo'natib, oldin ham aytganimdek, hozir ham aytaman, men asosan xalq uchun to'g'ri nafaqa qilaman, shuni orqasidan rizq topaman, lekin asosan xalq uchun eng arzoni, eng sifatlisi va to'lov usullari bo'yicha eng qulaylarini reklama qilaman deb va'da berganman. Inshaalloh shu va'dani ustidan chiqish uchun mana yana o'zimizni pavilyonga keldim. Hozir sizlarga texnikani tubdan obzor qilib berib, sizlar so'ragan modellarni bitta ko'rsatib beraman. Qo'llab-quvvatlab turinglar jigarlar. Xudo xolasa yaxshi video bo'ladi degan umiddaman. Ko'pchilik uchun qiziq bo'ldi, ko'pchilik so'radi. Shu so'ragan ma'lumotlarga tayanib, ya'ni shularni sizlarni taklifinglardan kelib chiqib, birinchi mini traktorlardan boshladim va bu mini traktorlarni detalniy sizlarga ko'rsatib berib, xudo xolasa obzor qilamiz va sizlar uchun narx-navolarni ham kelishtirib, hammasini hisob-kitoblarigacha qilib beramiz. Xo'p, Lowell 504 Y modeli katta transmissiyami, kichkinami, ya'ni deganlar uchun Y model bu kichkina ekan. O'zim ma'lumotni hozir to'liq qilish uchun men oldiga kelib obzor qilyapman. Kichkina transmissiya, 56 kuchi, bortovoy emas, polovoz. Ko'rib turganingizdek polovoz, hozir orqasini ham ko'rsataman. 4 porshinlik, 56 kuchi, vozdux filtrlari maslinniy, o'zini gabarit toshlari, gruz toshlari bilan 504 modelimizni mana sizlarga obzor qilamiz. 4 ta ballon tortadi. Yoqilg'i rasxodi 3 litr va o'zini umumiy yoqilg'i sig'adigan bunkeri taxminan 60 litrni tashkil qiladi. Ballon razmerlari 12 4 ga 28 va albatta 8 ga 20 modellari. Xo'p, ko'pchilik nega arzon? Bu birinchi qo'l. Bu zavod bu. To'g'ridan to'g'ri sizlar uchun zavoddan video qilyapmiz. Xudo xolasa yoqadi degan umiddaman. Kompressor baklari bor, o'zini kompressorlarigacha bor. Xo'p, orqa naveskamiz ko'rib turganinglardek. Naveskamiz даже gidravlik часть, mana filtrlari bilan xullas texnika idealniy. Naveskamiz 8 kilogacha mo'ljallangan. Og'irligi ko'taradi. Bemalol 60, 70, 76, 90 любой qator orasiga mo'ljallab qilsanglar bo'ladi. Bu sizlarning talabingizga xudo xolasa javob beradi. Akalar, bog'dorchilik qiladigan, kichkina yer maydonlari, tomorqa xizmat qiladiganlar uchun ayni zo'r model. Xo'p, saloniga kiramiz. Bismillah. Kojinli salon. Xo'p, konditsionerlari bilan reversining uzatmalar qutisi, ya'ni old orqani ajratish uchun revers. Bu high-low, ya'ni to'g'on toshbaqa desa ham bo'ladi. Yuqori va past tezlikda harakatlanish uchun richagimiz. Va bu uzatmalar qutisi. 4 talik shu sinxron. Ixcham kabina, juda ham qulay, keng. Men ham bemalol o'tirib harakatlansam bo'ladi. Chunki o'zi men gabaritim katta, lekin bemalol harakatlansam bo'ladi. Shu tablolar elektronniy. Xullas, ideal variantda mana Lowell 504 modelimiz sotuvda mavjud. Endi narx-navosiga kelsak, xo'p, narx-navosi buni 165 million so'm. 165 million so'm. Agar yuridik shaxs fermer xo'jaliklari bo'lsa, 15% subsidiya, 12% NDS ham bor. Aynan silabop ideal variant. Bu texnika ko'pchiligiga narx tomonidan ham, sifat tomonidan ham juda qulay bo'lgan.
model bemalol ayta olaman. Keyingi modelimiz xuddi shu 500 tor ukasi 400 tor. Balon razmerlari kichikroq bo'ladi. Xuddi shu 4 ta balon tortadi, to'ri to'r. Qolaversa, buni gabaritlari yu bu fasadniy holatlari ham bir xil. Bu ham reversiv. Faqat bunda konditsioner yo'q. Konditsioner faqat 56 kishidan boshlab qo'yiladi. Ventilyatori bor. 400 tor modelimiz. Akalar, bu modellarni mana ko'rib turibsizlar. Bu joyda juda ham ko'p. Lekin men o'tgan safar videoyimdan keyin ko'pchilik ayta olaman, bu bemalol degan emas, chunki mana hozir 500 tordan уже konvertim qolmadi. Oxirgi modellari уже bir hafta 10 kunda yana keladi. 400 tor, 300 torlar ham, 350 torlar ham kamdan kam qolgan. Bemalol telefon qilib Muzaffar deb telefon raqamlarini pastga qoldirib qo'yaman. Nima qilish kerak, qanaqa to'lov usullari so'rayveringlar. 24/7 deya olmayman, chunki soat kechqurun 9 dan keyin biz insonni so'ra tushunasizlar. 9 gacha, ertalab 8 dan kechqurun 9 gacha bemalol ma'lumot bersam bo'ladi, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. I plus Telegram bor nomerimda, 279 97 59 nomerimda bemalol aloqaga chiqinglar. Hamma savolingizga javob beraman. Hammasiga. Sizlar bemalol ma'lumot ola olasizlar. Ko'proq Telegramda ishinglar bitishi osonroq bo'ladi. Chunki zvonoklar ko'p bo'lganda bir-biringlar bilan nima deydi, gaplasholmay qolishi mumkin. Xo'p, mavzuga qaytamiz. Story E modelimiz. Xo'p, buni hozirgi kundagi narxi, narximiz 149 million 400 E modeli. Bular hammasi kichkina transmissiya. Xuddi shuni ukasi, mana keyingisi, eng kenjatoyi 350 tor. Juda ham tomorqabob, parniklabob variantimiz 141 million 500 ming. Bu ham xuddi shu komplektatsiya. Bunda ham reverslari bor. Bir uzatmalar qutisi. Tablo. Faqat bunda konditsioner yo'q. Bunda ventilyator bo'ladi. Hozir ventilyator yo'q, o'rnatilmabdi, lekin ventilyator bor. Bu 141 million 500 ming. Xuddi shu akalar, mana kompressor, hamma narsasi bor. Bosib olsanglar bo'ladi. Nalichi bor. Xohlaganingizcha, xudo xolasa qilib beramiz, lekin shoshilsanglar arziydigan. Bu yoqda mana 354 400 bo'lsa, уже bulardan soni kam qoldi. Endi akajonlarim, xo'p, 6140 B model John Deere traktori. Kimgadir original desam, uka aldamang, Xitoy zborka. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar hamma narsasi John Deere o'ziniki. Xitoy nimasidir qo'shib nimadirlar qilinmagan. Akalar, ko'pchilik bir narsa deyman deb kalla qo'yib qo'ymanglar. To'g'ri, kamchilik bo'ladi hammada, lekin kamchilik qidiraman deb oshirib yormanglar. Hamma narsani o'zini me'yori yaxshi. 380 ga 85 R24 model, mark orqasi razmeri. Xo'p, oldiniki 460 ga 85 R38 shinalar. Bunda gruz toshlari bo'lmas ekan. Yana buni aniq qilib aytaman, menimcha bo'lishi ham mumkin, lekin hozir men ko'rmadim bunda. Endi injektor va e'tibor qilinglar, nechta etap filtrdan solarka o'tadi va solarka holati, moy holati ko'rinib turadi. Turbo kompressor, interkullerlari bor traktorda. 1 milliard 50 million so'm. Bunda subsidiya yo'q. 146 kichi. Agar bunda subsidiya bo'lganda 1 milliard necha yuzdir million, 300 dan baland bo'lib ketishi mumkin edi. Hozirgi vaqtda 1 milliard 50 million so'm. Endi esa bilan bemalol 6 silindrli traktorimiz. Xo'p, 500 litr yoqilg'i baki. Xullas, buni bu holatiga, chang holatiga e'tibor qilmaslar, chunki kechagi kunning o'zida yomg'ir yog'ib, shunaqa holat keldi. Endi sizlar uchun video olmasam bo'lmaydi. Baribir bu bizga to'sqinlik qilolmaydi degan maqsadda video oldim. Hozir buni ichlarini ham harakat qilaman ko'rsatib berishga. Naveskalari ham juda ham nima deydi, baquvvat. 5 deydi-yu ko'cha tilida. Xullas, naveskasi ham zo'r.
vom оборотлari yo'q, hammasi. Gidrovixitlari ham mana вообще, buni gidravlika sohasi ham eng dunyoda top 10 talikka kiradigan. Bu texnika haydov texnikasi asosan bemalol 3-4 korpusli aylanma plyuglarni turini bemalol aylantirib ishlatsa bo'ladi. 1 milliard 50 million so'm. Xohlang buni lizing qilib beramiz. 1 yildan 10 yilgacha. 1 yildan 10 yilgacha degan lizing shartini tushuntirib ketay. Ko'pchilik noto'g'ri tushunibdi. Misol uchun bu texnika 145 million yoki 149 million bo'ladigan bo'lsa, buni 10 yilga bera olmaymiz. Summadan kelib chiqib 1 yildan 10 yilgacha bo'ladi. Taxminan shu modellarimiz 7 yil, 5 yil, 7 yil atrofida bemalol olsa bo'ladi. Kombaynlarimizni 10 yilgacha qilib bera olamiz. Xo'p, John Deere'dan ham mana tayyor. Xudo xolasa sizlarni quvontirib turibdi. Kelasizlar, olasizlar, ketasizlar. To'g'ridan to'g'ri kelinglar, o'zim sizlarni kuzatib, shu narsani sizlarga taqdim qilaman. Xo'p, 1004 Low 1004 traktorimizni so'raganlar uchun mana taqdim qilamiz. Bismillah. Xo'p, interkuller bormi, turbo kompressor bormi deganlar uchun mana akalar. Mana turbo kompressor, hop, interkuller. Xullas, ideal holatda 1004imiz 100 ot kuchli. 100 ot kuchli traktorimiz. Xo'p, 4 porshinlik albatta. Bismillah. Buni salonlarni o'tgan safar ko'rsatmadim, bugun ko'rsatib beraman. Salonlarimiz lyuklarigacha bor, jalyuzi, konditsioner, hammasi bor. Xo'p, bu ham reversiv bo'ladi. Uzatmalar qutisi mana. Juda ham ideal. Xo'p, ruchnoy. Mana xullas hammasi. Tablo endi elektronli eng zamonaviy. Даже magnitofonlarigacha bor. Xullas texnikamiz ko'pchilikga o'tgan safar narxni sal noto'g'ri narx aytgan ekanman. Bu albatta sizlarning foydangizga bugungi aytargan narxim ham 348 million degandim, to'g'rimi? Yo'q, 340 million ekan. Men ozgina 8 million so'mga adashdim, lekin adashganimda ham sizlarning foydangizga adashdim. Mana 340 million so'm sizlarga tayyor 100 ot kuchli traktor. Kompressorlari bilan hamma narsasi bilan mana cho'tki. Kelasizlar, olasizlar, mana salafanlarni billa olamiz, xudo xolasa. Peridoglari ham bilasizlar, qanaqa peridogni biladigan akalar yozib yuborsin, mana shu peridogni tushunadiganlar, injenerlar bo'lsa. Xo'p, toshlari bilan, gruz toshlari bilan xullas mana bosib yuboradigan joyi. Yopib qo'ydik endi. Xo'p, Toshkentda yomg'ir yog'di, shu uchun texnikalarning usti biroz nima deydi? Chang. Xo'p, TTZ Toshkent traktor zavodi ishlab chiqariladigan 812S modelimiz, 5 kabina variantdagisi. Xuddi 82.1 bilan bir xil bazada. Transmissiya, peridog, hammasi korobkalargacha 82.1. Narx-navos kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Kimga shunaqa texnika kerak bo'lsa ham chiqarib beramiz. Nalichi bor. O'zimizning milliy mahsulot. Lekin transmissiya, korobka, oldi balon, orqa razmerlari hammasi Belarus. 80 bilan bir xil. Faqat bu temir bakda, mana temir bakli variant so'raganlar uchun temir bakda chiqqan variant. Ular narxini, qolganini siz bilan telefon orqali gaplashamiz. Xo'p, Agrozor YouTube kanali, Agrozor Instagram kanallari ishlab turibdi, bilasizlar. Aloqaga chiqinglar. Sizlarga nima texnika kerak bo'lsa, kombayn hammasini bemalol yetkazib beramiz. Do'stlar, jigarlar, inshaalloh yaxshi harakatda bo'lib, sizlar uchun izlanishga harakat qilyapmiz. Nasib qilsa, shu texnikalarni hammasini sizlarga qilib beramiz. Sizlar bilan Kamina Muzaffar aloqada bo'ldi. Xudo xolasa endi bu yog'i sizlarni kutaman. Qanaqa savollar bo'lsa qo'shimcha bemalol bersanglar, javob beramiz. Charchamanglar. Hamma bilan
keyingi videoroliklarda ko'rishguncha deymiz.